O'rtoqlar, bugun birinchi videoni ozgina hayajon bor. Borib bermaysizlar degan umiddaman. Bugun BMW mashinani olgani keldik. BMW zavodidan. Soat qaranglar necha vot. Ertalabki 3 vot soat. Yetishadi-yu. Amerikada oson pul topiladi. Shunaqa. Birinchi videoni boshladim bugun. Nasib qilsa agar bilmayman nechta ko'riladi, balkim 10 ta ko'rilar, balkim 50 ta ko'rilar. Ko'ramiz. Agar qiziqish bo'lsa, traktorlarning hayoti haqida kichkina bo'lsa ham o'zimni ishimni sizlarga ko'rsatib boraman. Parxollar, ya'ni mashina tashiydigan trak haydayman. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa obuna bo'lib qo'yarsizlar. Hozir bundan keyin yuklayotganim videosini qo'yaman. Mana oxirgi mashinamiz qoldi. O'shani ham trakka oldiga olib borib qo'ysak, keyin trakka yuklashni boshlaymiz. 25-37 har doim shu nomerga qarab mashinani olamiz. Mana oxirgi mashinani ham olib keldim. Endi trakka yuklashni boshlaymiz. Endi bu yog'ini sal tezlashtirib qo'yib yuboraman. Zerikmasliklari uchun. Qani ketdik. O'rtoqlar, tugatdik. Endi sekin uxlashga. Hammaga xayrli kech. Video yoqqan bo'lsa rahmat toping hammaga.